Sonra bu natijaları iz çıkıyor mu? Assalomu alaykum Sezim Natijno patolog obunachilari. Bugungi zakazimiz, navbatdagi ishimiz Xudo xolasa Qirg'izobod 16-brigada yetib keldik. Qirg'izobodda mijozimiz Natijno patologga zakaz qilib qo'yadi. Aziz obunachilar, video davomida necha xonaga Natijno patolog tortyapmiz, necha so'mga ishlab beryapmiz, hammasini batafsil video oxirida aytib o'tamiz aziz obunachilar. Hozir dalli moment bir xonasini Natijno patolog tortyapmiz. Patologi figurali patologning ichine chiroyli qilib Natijno patolog tortamiz xudo xolasa. Videolar davomida ishimizni realni qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Ishimiz video syomkangiz yoqsa, bir dana like bosib, qo'llab-quvvatlab, podpishkada bo'lib o'tirasizlar. Natijno patologga fotoboya zakaz olamiz. Ekranda ofisni, sexni, nomerlarini qoldiramiz. Bemalol xabarlashaverasizlar. Ishonchli, sifatli qilib kelishgan holda ishlab beramiz. Aziz obunachilar, bizda e'lon bor. E'lonimiz ishchi o'rni ajratildi. Ishchi o'rni ajratilgani sababi Beruniy Bo'ston 4 yilda ofis sexlarimiz bo'lgandan keyin endi bizga ishchi kuchlari kerak bo'lib turibdi. Dalniy moment mobilograf kerak, dizayner kerak, keyin ustanovkaga o'g'il bola kerak bo'ladi. Aziz obunachilar, ish ob'yomida bo'ladi. Qozog'iston, Rossiyada to'p turgan pozni xudo xolasa Sezir firmada ishlab topasiz. Batafsil ma'lumot olamiz desangiz, ekranda ofisni, sexni nomerlarini qoldiramiz. Telefonlashsanglar hammasini tushuntirib aytib o'tadilar. Videomizni boshlaymiz, ishimizni ko'rsatamiz. Qani, ketdik. Aziz obunachilar, figurali patolog, shuning ichine hozir xudo xolasa Natijno patolog tortib beramiz. Real ishimizni qisqacha ko'rsatamiz, keyin Natijno patologlarning tortganini obzorini ko'rsatamiz. Baho berasizlar ishimizga. Aziz obunachilar, bugungi zakazimiz xudo xolasa zakaz bo'yicha ishlab beryapmiz. Hozir sizlarga birinchi sort materialdan ishlab turganimizni tushuntirib aytib o'tib ketamiz. Hozir realniy ish bo'lib turgan vaqtda devarakimda ko'rib turgan rekasi, ugologi rossiyskiy birinchi sortligini neden bilishingizni aytib o'tadigan bo'lsak, oq svet bo'ladi. Rossiyskilar oq bo'ladi, yine yaqinroqdan ko'rsataman. Oq svetda zakaz bugun xudo xolasa aziz obunachilar. Ikkinchi, uchinchi sortlarniki уже коричневый kulrang svet bo'ladi. Aziz obunachilar, xudo xolasa klientimizni, mijozimizni ishini yorug'lik bilan topshiramiz. Dogovorda nov dogovor qilgan bo'lsak, hammasini ishlab beryapmiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Muborak bo'larsin. To'ylar, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Nechik yoqdimi, ko'ngilda indimi, hammasi oydi. Yaxshi, og'am oydi, sifatli. Xudoga shukr. Ko'ngildagidek bo'ldi. Baholari nechik? Senalari nechik? Hamma bor. Yaxshi, qimmat emas? Yo'q, qimmat emas. Kvadrat metr nechadan zakaz qildingiz? 95 dan. 95 dan. O, zo'r baho. 100 brizon ishlab turaylik. 95 dan ishlab turaylik. 95 dan ishlab turamiz.
Şu aytılgan vejingiz ishlab berayotirmi? Suratda ko'rsatgan Aa, vejingizni. Şu ve şu. O'zgarmadimi ish? O'zgargan yo'q. Tak shu vej. Aa. Sezir firma hakkında fikrlaringiz bo'lsa, takliflar bo'lsa, mijozlar. Ne deyimiz? Hemme aytıp kalanız şu Sezir bilen işleşinle halkımıza menfaatlar, hamyanbap hemmesi. Bo'ladi. Rahmat. Rahmet, salamet olun. Yana bir marta muborak bo'lsin. To'ylar bo'lsa, zakazlar bo'lsa, xabarlashaverasiz, aytaverasiz. Daha kalsın. Aziz obunachilar, mijozimizdan o'zidan pryamoy doğrudan doğru bahasini so'radik. 95 ming so'mdan zo'r bahada ishlab beradigan ekanmiz. Aziz obunachilar, hozir lyustra provodlarni lyustra tayyorlab chiqarib beramiz. Davlat moment lyustrasi yo'q ekan. Aziz obunachilar, shuning uchun lyustrasini hamma provodini chiqarib qo'yib berib ketamiz. Video obzorimizni ko'rsatib beramiz. Natujno patologlik, fotoboylar zakazlaringiz bo'lsa, bemalol xabarlashaverasiz. Ishonchli, sifatli, kelishgan holda ishlab beramiz. Video obzorimizga baho berasizlar, aziz obunachilar, yoqqan bo'lsa, birdan like bosib qo'yasizlar. Niyat qilgan obunachilarimiz bo'lsa, like'laringizdan ayamaysizlar. Obzorimizni bir qator ko'rsatamiz.